Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli, aziz, mu'min, Müslüman birodarlar. Qaysi yurtda olimlar, ulamolar izzatda bo'lsa, ehtiromda bo'lsa, ana o'sha yurt gullab yashnaveradi, go'zal tarix qoldiradi. Kelajakda o'sha yurt insonlarini kelajak avlod haqqiga duo qiladi. Kabina 80-yillarda Imom al-Buxoriy masjidida oddiy xizmatchilikdan diniy faoliyatimni boshlaganman. Demak, mana shunga ham 45 yil bo'libdi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Imom al-Buxoriy masjidi bir o'zgacha fayzli edi. U yerda ulug' zot ko'milgan edi. U yerga dunyoning hamma joyidan, shohlaru gadodan boshlab shohgacha ziyoratga kelganligiga guvohmiz. Katta podshohlar, dunyoni titratgan odamlar, har qanday sportchilar deysizmi, boshqalar deysizmi, olimi ulamo deysizmi, Imom al-Buxoriy hazratlarini qabrini ziyoratga qilgani kelishar edi. Haqlariga duo qilishardi. 1970-yillar ulug' olimlar kelishgan. O'sha paytda Imom al-Buxoriyni masjidi, maqbaralari judayam xarob holatda bo'lgan. Sovetlar davrida masjid va maqbaraga qaralmaganligi bois hamma joyda o't o'lan o'sib yotgan, yo'llar tuproq. Mana shunday bir ayanchli holatda bu insonni ziyoratiga odamlar kelishgan, olimlar kelishgan va qo'llariga qarishlarni olib Imom al-Buxoriy masjidini darvozasidan boshlab yalang oyoqda borishgan va maqbara, masjidni ahvolini ko'rib bir narsa deyishgan: ey Imom al-Buxoriy, siz agar shayx bo'lganingizda edi, odamlar sizni bu darajada xor qilib qo'ymas edi. Siz olimsiz, ulamo bo'lganligingiz uchun ham shunchalik darajada e'tibordan chetda qolibsiz deb afsus va nadomat qilishgan edi. Mana bugungi kunga kelib Imom al-Buxoriyning masjidi ikkinchi Toj Mahaldan ham go'zalroq deb turib gapirishmoqda. Mana prezidentimiz tomonidan juda ham go'zal bir holatga keltirildi. Ko'rganlar havas qiladigan bir go'shaga aylandi. Ya'ni kim, aziz birodarlar, al-ilmu izzud dunya va sharafil axirah. Payg'ambar alayhisolatu vassalam aytganlarki, ilm insonni bu dunyoda aziz qilsa, oxiratda sharofatli qiladi deb aytganlar. Endi bitta afsus bilan aytadigan narsamiz shuki, nimagadir bizlar olimlarimiz, ulamolarimiz vafot qilgandan keyingina ularni qadrlaymiz. Tiriklik paytda ularni qadriga yetmaymizda, vafot qilgandan keyin uni oramizda shunday olim ulamo etgan ekanki, bilmay qolibmiz. Afsus, endi bu insonni maqbarasini obod qilaylik deb o'shani maqbarasini obod qilishga harakat qilib qolamiz. Shuning uchun avvalambor olim ulamoni tirikligida hurmat qilish kerak. Mana Imom al-Buxoriydek ulug' insonga butun dunyo oyog'iga yiqilib ustoz bo'ling deganda, vatan dedi, yurtim dedi, shahrim deb turib Buxoriyga qaytib keldilar. Ammo Buxoroda ham turli fitnachilar, turli gap so'z qiluvchilar, podshohlikni tortib olib qo'yadi deb vahimaga berilgan insonlar Imom al-Buxoriyni Buxorodan chiqarib yuborishdi. Imom al-Buxoriyga hokimlik kerakmidi? O insonga shohlik kerakmidi? Mansab, dunyo kerakmidi? Odamlar orqasidan quvib nima xizmat deb yurganda o insonlar dunyoga qararmidi? Ammo lekin bu g'iybatchilar, ba'zi bir aqli pastlarning bu narsaga aqli yetmaydi. Olim ulamoga
u podshohlik kerak emas, xalqni buzish kerak emas, g'alayon g'avg'o kerak emas. Ahli ilmga bir narsa kerak, u ham bo'lsa Alloh taolaning roziligini topish va xalqqa xizmat qilish. Eng achinarli tomoni shuki, har bir kelingan mehmonga Imom al-Buxoriy Buxorodan quvilgan deb aytish. Mehmonlar keladi, nimaga Imom al-Buxoriy Buxorodan chiqib ketgan desa, o'sha davrning hokimining yomonligi, shu yomonligi bois Imom al-Buxoriy chiqarib yuborilganligi to'g'risida va o'sha chiqarib yuborilgan insonni haqqiga duoyi bad qilganliklari va natijada o'sha hokim xorlik zorlikda o'lganligini har kelgan mehmonga takror va takror aytamiz. Ana shu joyga kelganda odam uyalib ketadi. Sizlar olimni quvor elmisiz? Sizlar olimni xorlaydigan elmisiz? Qanaqa insonsizlar? Aksar olimlaringizni qabrlari, maqbaralari boshqa yurtlarda, Ibn Sino Eronda, Al-Biruniy demak anaqada Afg'onistonda, Mashrab Afg'onistonda, har yurtga qarasangiz, har bir yurtga bizning olimlarimiz, ulamolarimiz o'sha davrning hukmdorlarining zulmidan qochib o'sha joylarga borib ijod qilgan, kitob yozgan, o'z tajribalarini bajarganlar. Shuning uchun bugun prezidentimiz tomonidan maqbaralari nihoyat darajada go'zal ahvolga keltirildi. Endi umid qilamizki, o'sha joylardan katta olim, ulamolar yetishib chiqsin. Madrasalar ochilib, odamlarning ko'ngillari shod bo'ladigan ulamolar yetishib chiqsin. Mana ko'ryapmiz, har tomonda dunyoga kim ekanligimizni ko'rsatyapmiz. Sportda bo'lsin, ilmda bo'lsin, ko'p tomonlarda demak bizlarga havas qiladigan xalqlar juda ham ko'payib boryapti. Endi katta olim ulamolar chiqarsak, inshaalloh yana ajdodlarimizdek buyuklikka erishamiz va bularga sharoit yaratib berganlarga ham Alloh taolaning ajri, mukofoti bo'ladi. Bir vaqtlar Imom al-Buxoriy to'g'risida bir she'r yozib qo'ygan ekanman. Shuni sizlarga bir o'qib bersam, xato kamchiliklari bo'lsa, sizlardan avvaldan uzr so'raymiz. Shoir emasman. Goho ilhom kelganda o'sha ilhomni qog'ozga tushirib qo'yaman, xolos. Buxoriy bobom, hadislarning g'avosi, ilm ummoni, mo'minlarning suygan ulug' imomi, Alloh mahbubi, payg'ambar do'sti, o'zingiz bo'ldingiz Buxoriy bobom. Ona duosida dunyo ko'rdingiz, muhabbatdan qalbga bino qurdingiz, Rasululloh yo'lida sobit turdingiz, faxrimiz bo'ldingiz Buxoriy bobom. Mo'minlar yomonlikda o'zishmasin deb, yolg'on hadis xabar tuzishmasin deb, fosiqlar pok dinni buzishmasin deb riyozat chekdingiz Buxoriy bobom. Musofir yurtlarda sinovlar ko'rib, gohida och yotib, goho och turib, yurtma yurt kezdingiz piyoda yurib, ko'p zahmat chekdingiz Buxoriy bobom. Hadis roviylarini izlab ko'rdingiz, sahih ishonchlimi deya so'rdingiz, barchasini aniq yodlab yurdingiz, siz haqni sevdingiz Buxoriy bobom. Hadis roviylarini izlab ko'rdingiz, sahih ishonchlimi deya so'rdingiz, barchasini aniq yodlab yurdingiz, siz haqni sevdingiz Buxoriy bobom. Ravzada tunlari yolg'iz o'tirib, ruhi rasul bilan suhbatlar qurib, Alloh sizga ulug' inoyat berib, sahihni yozdingiz Buxoriy bobom. Sahih xabarlardan majmua tuzib, mo'minlarga sunnat yo'lini chizib, ulug'lar ibratin o'rganib yozib, tarixlar bitdingiz Buxoriy bobom. Minglab shogirdlarga ta'lim berdingiz, ilm ummonida durlar terdingiz, mo'minlarni joni dildan sevdingiz, xizmatlar etdingiz Buxoriy bobom. Poyingizga cho'kdi dunyo boylari, ustoz bo'ling deya jahon toylari, tillodan ortiq deb yurtim loylari,
vatanga qaytdingiz Buxoriy bobom. Afsus, fosiqlardan hurmat topmayin, hasadchi turolmadi sizni qopmayin, pandingizni olmadi gapdan qolmayin, Buxorodan ketdingiz Buxoriy bobom. Yana yo'l zahmati alamin chekib, yana yo'l zahmati alamin chekib, vatan muhabbati daryosin kechib, Samarqandda safar anjomin yechib, jannatga yo'l tutdingiz Buxoriy bobom. Samarqandda safar anjomin yechib, jannatga yo'l tutdingiz Buxoriy bobom. Bugun marhadingiz xartangda qoldi, ishlaringiz tarix satriga soldi, qabringiz ilohiy nurlarga to'ldi. Shod bo'lsin ruhingiz Buxoriy bobom. Allah rozi bo'lsin, ko'p rozi bo'lsin, makoningiz rahmat nuriga to'lsin. G'aribiy xalqimdan olimlar chiqib, tutsin pok yo'lingiz Buxoriy bobom. Alloh taolo Buxoriy hazratlarini rahmat qilsin. Ularning qatorida o'tgan barcha olimlar, ulamolarni Alloh rahmat aylasin. Biz unday zotlardan bugun faxrlanyapmiz. Kelajak avlod ham bizlarni mana shunday oliyjanob ajdodlarimiz bor edi deb bizdan ham faxrlansin. Bizni ham haqqimizga duo qilishsin. Bizni hayotimizdan ibrat olishsin. Shuning uchun hiq, hasad, birovga yomonlik, olimlarni haqorat qilish, olimlarga zulm qilishlikdan saqlanib, Alloh taoloning roziligini topaylik. Olimlarni hurmat qilgan yurt, olimlarni hurmat qilgan el, olimlarga go'zal muomalada bo'lgan el, ey odamlar, olimlarni hurmat qilgan el kam bo'lmasligini ko'ring deb bizni hayotimizdan ibrat olishsin. Alloh taolo barchamizni o'zining hidoyatiga boshlasin. Mana kechqurun mana shunday bir ilhom kelib qoldi. Demak, jonli tasvirlarga tushiryapman. Alloh taolo bu qilgan ma'ruzalarimizdan hosil bo'lgan savoblardan o'tganlarini rahmat qilib, insoniyatga manfaatli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.